o't toshi, jigar yog'i yoki buyrakdagi tuzlar, bo'g'in og'riqlari haqida gap ketganda, biz sizlarga tavsiya qilgan o'sha qirqbo'g'in yoki zog'aza giyohi haqida juda ko'p bahslar bo'lmoqda. Kimdir o't toshini yo'qotish uchun hech qanday giyoh foyda bermaydi desa, kimdir albatta operatsiya qildirish kerak deb aytadi. Bugun bizga Baxmal tumanidan, tog'lardan, o'sha Navqa qishlog'idan mehmon kelgan. O'zingizni tanishtiring. Men Navqa qishlog'i, Baxmal tumani Navqa qishlog'ida yashayman. Umar Toshboy bo'laman. Mana shu giyohning foydaligi uchun tabibimiz boshdan o'tkazgan tabib deydi-ku. Mana shuni boshimizdan o'tkazganmiz. Bir ochil polvonimiz Samarqandga borib o'tini tekshirtadi, tosh bo'ladi. O'sha toshni keyin mana shu zog'azani chatdagi shifo topib ketib, borib tekshirib ko'rgan vaqtda hang-mang bo'lib qoladi. Doktorlar ko'rib, bu qanday tushdi desa, mana shuni tarixini aytadi. Men 42 kun ichdim. Endi e'tibor bering. 42 kun o't qopidagi toshni yo'qotish uchun operatsiya qilishdan qo'rqqan vrachlar ham qo'rqqan, bemorning o'zi ham qo'rqqan. Chunki yoshi 76 yoshda bo'lgan. O'shandan batamom xalos bo'lgan o't toshidan. O't toshidan. Hech qanday zarar ko'rmagan. Hech qanday zarar ko'rmagan. Bugungi kunda ham tavsiya qilyapsizmi odamlarga? Bugun men shu yana tavsiya qilyapman. Mana Qoraqalpoq, Sirdaryo, Surxondaryo, Urgut, Toshkent viloyatlaridan kelib, mana shu zog'aza giyohini mendan olib ketyapti. Endi e'tibor bering. Mana shu oddiy giyohni olib, och qoringa bir kunda 3 mahal iste'mol qilinsa, qaynatib yoki dimlab qo'yilib, har qanday o'tdagi tosh, jigardagi yog'larni eritib, ozdirishga ham xizmat qiladi. Bu xalq tabobati. Xalq tabobatini biz xalqdan o'rganib sizlarga tavsiya qilamiz. Hech qanday bahslashish, negativ fikrlar kerak emas. Marhamat, telefon raqamingizni aytib qo'ying. Telefon nomerim 94lik 449 22 63. Mana shu raqamga telefon qilsangiz, sizga yana ham batafsilroq ma'lumot berishadi. Salomat bo'linglar. Salomat bo'ling.